Bu yangi chiqqan virusga umuman hayron qolganim yo'q. Yaqin kunlarda bu virusning vahimasi butun insoniyatni qamrab olsa ham ajablanmayman. Chunki uni ro'yxatdagi odamlarni hozirgi kundagi vaziyati butun Amerika, Yevropa uchun isnot bo'lib turibdi-da. O'zlari bildirmaganlikka harakat qilgani bilan. Bu virus pandemiya sistemasi 2019-yili Jeffrey Epstein qamalganda ham juda ham effektini yaxshi ko'rsatgan bu odamlar uchun. Hozir ham bularni vaziyatdan olib chiqib ketadigan nimadir kerak edi, odamlarning e'tiborini chalg'itadigan. Xo'sh, unda nimaga aynan nipah virus tanlab olindi? Nipah virusi bu hayvonlar orqali tarqaladigan, hozirgi kunda bu qushlar orqali tarqaladi deyilyapti. Bu qushlarning uchish maydonini chegaralab bo'lmasa, xohlagan joyiga uchib borib, tarqatib, yuqtirib keladi-da. Yana odamga yuqsa 75% gacha o'limga olib borar ekan. Yana bitta savol, nima sababdan aynan yanvar oyida bu virus keng tarqalib ketdi? Nimaga dekabr yoki noyabrda emas? Chunki yanvar oyida bularda holati juda ham qaltis bo'lib qoldi. Bu Epstein ro'yxatidagi odamlarni hozirgi videolari, rasmlari, butun bir jirkanch ishlari butun bir internetda tarqalib yotibdi. Ular ham qandaydir yo'l bilan vaziyatdan chiqishga harakat qilyapti-da. Yana bir eng oxirgi berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Epstein 2019-yili o'lmagan ekan. Ya'ni o'zini osmagan ekan. Uni o'limi soxtalashtirilgan ekan. Ya'ni bitta unga o'xshaydigan murdani olib kelib turib, u o'ldi, o'zini osib qo'ydi deb qo'yib qolingan ekan. Juda ham ajablanarli, ha? Joninglar omon bo'lsin, sog' bo'lasizlar.